iltimos. O'sha odam to'g'risida menga yaxshilab ma'lumot bergin. Dada, xafa bo'lmang-ku. 5 yil oldin ichishi, 4 yil oldin chekishi tashagandim-da. Qani, boshlang. Nimani boshlayman? Tayyorlab kelgan narsangizni boshlang. Nimadir tayyorlash kerakmi? Yo'q. Hech narsa tayyorlash kerak emas. Hammasi joyida. Tabiatni o'zi tayyorlab qo'yibdi-ku. Uyat emasmi? Ha? Uyat emasmi? Shu gaplarni gapirishingiz. Mana shu jamiyatda sizdaqalar ko'payib ketdi. Menga qarang o'zi. Bitta opam bilan ukam qolib ketdi. So'rab yeysizmi ularni? Juda yaxshi. Siz mahallani vijdoni emassiz. Siz mahallani yozuvchisiz. Ularni shunaqa tishlayman. Shunaqa qatiyman. Sizni familiyangizni yozmayman-ku. Men falokat yozmayman. Hey! Tushunsang bir qism tashlab ketarding-da. Azilkash do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, gohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan quvnoq shapaloq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ukajon, yaxshimisiz? Rahmat. Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Ukajon, Aha. ozgina shu ro'zg'orda yetar yetmaslik bo'lib qoluvdi. Ozgina yordam qila olasizmi? Shu ilojsiz bo'lsa. Uyat emasmi? Ha? Uyat emasmi? Shu gaplarni gapirishingiz. Mana shu jamiyatda sizdaqalar ko'payib ketdi. Boqimanda kayfiyatdasizlar. Chiqasizlar, yordam qil. Ko'rinishingizni qarang. To'g'ri talqon qiladigan bir gavdangiz bor ekan. Yurishingizni qarang. Ey, agar pul berasang ber. Bo'lmasa harakatda ko'cha. Sen meni ishimga aralashmagin, tushundingmi? Gap pul berish, bermaslikda emas, vijdonda. Ishlash kerak, mehnat qilish kerak, birodar. Ishlayman. Tushundingmi? Ishdan keyin chiqaman. Kreditlarim bor. To'lovlarim bor. Ro'zg'or bor. Uzr, akajon, tushunaman sizni. Hey! Tushunsang bir qism tashlab ketarding-da. Demak, sizni hamma hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Demak, siz bizni avia kompaniyamizda styuardessa bo'lib ishlamoqchisiz. To'g'rimi? Xuddi shunday styuardessa bo'lib ishlash meni bolalikdan orzuyim. Menga imkon bersangiz, aslo uyaltirmayman. Qarang Singlim. Styuardessalik kasbi bo'yicha tasavvuringiz bormi o'zi? Albatta bor. Styuardessalar nima ish bajaradi? Styuardessalar yo'lovchilarga jilmayib, chiroyli muomala ko'rsatishadi, shirin ovqatlar, ichimliklar tarqatishadi. Juda yaxshi. Bitta savol beraman. Mabodo samolyotda bir yo'lovchini topib qochib qoldi. Nima qilardingiz? Toza havoga olib chiqardim. Shoshib turuvdim-da. Qalaysan? Assalomu alaykum. Sonlaring yaxshimi? Beruz, mana shu domda turasanmi? Aha. Mana qara. 1 2. Mana shu 3-etajda bu xotin akani taniysanmi? Ha, taniyman. Bitta iltimos. O'sha odam to'g'risida
menga yaxshi ma'lumot bergin. Qo'ysangizchi, aka, endi aylanib endi Muhiddin aka ustidan yozmoqchimisiz? U beozor odam, birovga bir zarar tegmaydigan odam, qo'ysangizchi. Uni ustiga men bilmayman hech qanaqa ma'lumot Muhiddin aka. Menga qara, Aziz akani ustidan yozganda ham sen aralashmading, o'zing topganding. Bular hammasi bilasanmi? Mana shu mahallamizni tartib intizomi uchun. Qanaqa tartib intizom? Siz o'zingizga yoqmaydigan odamlarning ustidan yozasiz. Hamma biladi-ku sizni. Qo'ying, u yaxshi ish emas bu. Bularni yozmasak, haddidan oshib ketyapti. Ukam, ko'rasan hali. Agar men tirik ekanman, mana shu mahallada birorta tartibsizlikka yo'l qo'ymayman. Tushundingmi? Agar men qachon o'lsam, ko'rarding o'shanda hammasi quyushqondan chiqqanini. Bilib qo'y. Men mana shu mahallani vijdoniman. Siz mahallani vijdoni emassiz. Siz mahallaning yozuvchisiz. Keyin siz o'lganingizdan keyin nima bo'lishini ham bilaman, qachon o'lishingizni ham bilaman. Xo'sh. Qachon men o'lar ekanman? Siz bayram kuni o'lasiz. Qaysi bayramdan? Siz o'lgan kun mahalla uchun bayram bo'ladi. Sog' bo'ling. Bu bolani ham ustidan yozish kerak ekan-ku. Kiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Berus Qo'ldashevich, mumkinmi? Keling. Haligi kecha ertaga keling degandiz. Mana yana keldik. Ertaga keling degan bo'lsam, ertaga kelish kerak edi. Nega bugun keldingiz? Ya, kecha bugun keling degandingiz. Bugun. Ertaga. Yo bugun ertagami? Ertaga bugunmi yo? Xullas, hozir kimnidir qabul qilishga, kimnidir ishini ko'rishga, kim bilandir gaplashib o'tirishga vaqt yo'q. Oyda oxiri hisobotlar qilishimiz kerak. Hujjatbozlik bilasiz, davlat ishi. Biron oyda keling, gaplashamiz. Men qarang uka. Tashqarida ko'zi kutib o'tiribdi. Meni bunga shundoq qo'l qo'ying. Gap tamom. Qiyinmi shu masala? Shoshmang. Qo'zi kutib turibdi. Ko'zi kutib turibdi tashqarida. Bering, qog'oz bering. Mana shundoq qo'l qo'yasan. Bo'ldi. Hozir asta. Marhamat. Bo'lar ekan-ku. Endi ukajon, o'zim ozgina qizishib ketdim. Yo'q. Qizishganingiz yo'q. Bu sizni fuqarolik burchingiz, talab qilishingiz kerak. Huquqingiz bor. Yashang. Biz ham sizlarga xizmat qilishimiz kerak. Axir biz davlatdan oylik olyapmiz. Nimaga oylik olyapmiz? Fuqarolarimizga sifatli xizmat ko'rsatish uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'zini ko'ramizmi? Tashqariga chiqib. Yo'q. Hozir olib kelaman. Hozir qanday? Qo'zvoy! Aka o'g'lim. Kel, ichkariga. Salomlash. Qo'zvoy, o'g'lim, menda shu shopirlik qiladi. Shu so'rash. Nima xizmat bo'lsa, aytaverasiz. Bitta xizmat bor. Eshitamiz? Tez xonadan chiqib ketinglar. Tez! Xo'p. Eshitdi yo'q. Xo'p. Sevinchxon, mana bugun kunimiz juda ham mazmunli o'tdi. Nasib bo'lsa, ertaga ham ko'rishamiz, vaqtingiz bo'lsa. Albatta, maylimi? Yaxshi. Men sizni xafa qilib qo'ymadimmi? Zeriktirib qo'ymadimmi? Yo'q, endi nima deganingiz bu? Umuman zerikkanim yo'q. Menga muomalangiz juda ham yoqdi. Juda shirin so'z ekansiz. Rahmat. Dugona, birorta yigitni ilintirmoqchi bo'lsang, unga shirin muomala qil degandi. O'shiga rost ekan. Yo'q. Bu baxtga erishmoqlik uchun
birovning o'limini kutib yashamoq. Bu tavakkal qilib baliqni qo'l bilan tutmoq. Fursat qo'ldan ketsa xarob bo'laman. U meni yoqtirmaydi. U meni valiahd deb bilsa-da. Bu nochorlikdan. U meni yoqtirmaydi. Bundaylarni daf aylamoq. Savob azim. Qani, bu yigit yaxshimi? Qizlar yo'qmi? Qizlar. Bor. O'sha yangi qizni chaqiringlar chiqsin. Mana bu yo'g'iz qo'ldashuvchi. Keling qizim. Qani, boshlang. Nimani boshlayman? Tayyorlab kelgan narsangizni boshlang. Nimadir tayyorlash kerakmi? Yo'q. Hech narsa tayyorlash kerak emas. Hammasi joyida. Tabiatni o'zi tayyorlab qo'yibdi-ku. Xullas, kinoga bosh rolga mana shu qizni olasiz. Mana shu qizga pul tikaman. Filmni boshidan oxirigacha yuzi bo'lsin, bo'ptimi? Yurishlari, qarashlari, turishlari, bosh rol ijrochisi. Menga qarang, go'zal qiz. 1 yildan so'ng barcha kinoteatrlarda faqat sizning yuzingiz bo'ladi. Afishalarda faqat siz ko'rinasiz, reklamli bannerlarda. Mana bu eng mashhur xonandalarning kliplarida faqat siz chiqasiz. Reklama roliklari sizsiz bo'lmaydi. Siz juda ham mashhur bo'lasiz, yulduz bo'lasiz. Menga ishonsangiz bo'ldi. Hammasini o'zim qilaman. Tushundingizmi? Tushundim. Yulduz. Kiring. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Kel. Assalomu alaykum. Keling. Bu meni o'g'lim. Ha, Men buni otasiman. ha, Sultonbek o'quvchimiz. Bilasiz. Bilaman. Nimaga endi meni o'g'lim bilgan taqdirda ham baho olmaslik kerak ekan. Bahosini qo'yib beringlar. Ha, akajon, bahoni biz bankdan olarmidik. Qo'yib beramiz. Baho bemalol, faqat uning uchun o'quvchi yaxshi o'zlashtirish kerak. Dars bajarishi kerak, uyga vazifani qilish kerak, berilgan savollarga javob berish kerak. O'sha qilingan talabni bajo keltirsa, bajonadi. Qo'yib beramiz bahosini. Men o'zimni o'g'limni o'zim yaxshi bilaman. Normal tushunchaga ega. Marhamat sinab ko'ring. Endi normal tushunchaga egadir, balki boshqa fanlardan. Endi bizning geografiya fanimiz balki unchalik qiziqarli tuyulmayotgandir. Meni oldimda bir silang, so'rang. Geografiyadan savol bering. Mayli. Xo'p, qiyin savol bermayman. Boshqa davlatlar borasida emas, o'zimizning mamlakatimizda joylashgan o'sha borsa kelmas qayerda? Ayt o'g'lim. Bilmayman dada. Ha o'g'lim. Shuni ham bilmaysanmi? Borsa kelmas, Toshkentda. O'zing guvohsan-ku. Qishloqda kim Toshkentga borsa, qaytmaydi. Toshkentga boradi, qaytmaydi. To'g'rimi ustoz? Mantiqan to'g'ri. Sevinchxon, yaxshimisiz? Rahmat. Dadangiz yaxshimilar? Yaxshilar. Oyingiz yaxshimilar? Yaxshilar. Buingiz yaxshimilar? Yaxshilar. Menga qarang o'zi. Bitta opam bilan ukam qolib ketdi. So'ramaysizmi ularni? Ha. Opangiz yaxshimilar? Yaxshilar. Demak, Abduvoxtaga siz shahar markazidagi 5 ta kvartira, 2 ta hovli uy, 2 ta savdo markazi, bitta to'yxona, undan tashqari
u tog'dagi 15 sotiklik ikkita dacha, 6 ta yengil avtomobil har xil turdagi, bularni hammasini o'z peshona terim evaziga topganman demoqchimisiz? Albatta. O'z aqlim, o'z tadbirim bilan topganman. Menga qarang. Yana nimani hisobidan topish mumkin? Yaxshilab o'ylab ko'ring Abduvohid aka. Siz rahbarlik lavozimida ishlaydigan amaldorsiz. Balki xalq hisobidan topgandirsiz. Ey uka, kulgimni qisatmang. Xalqda buncha pul nima qilsin? Assalomu alaykum. Menga qara, qani boshlig'ing? Qanaqa boshliq? Tinchlikmi? Bu yerda kim rahbar bormi o'zi? Nimaga meni o'g'lim turadi? Shoshmang, o'zingizni bosing. Kim o'g'lingiz o'zi? Amir Zohidjon. Ha, Amir Zohidjonmi? Uni hech kim urgani yo'q, akajon. Shunchaki qulog'idan tortib qo'ydik, xolos. Kakarat qulog'idan tortgansiz-da. Men doktorga olib borib, ekspertiza qilib, hozir doktorxonada. Kechasi bilan qulog'imlab chiqqan. Siz tushunmayapsiz. Avval vaziyat qanaqaligini biling. Zohidjon oxirgi paytlar o'zgarib qolgan. Darslarga qatnashmaydi deyarli. Qatnashsa ham o'qituvchilarni bir tinga olmaydi. Mensimaydi. Qachon qarasa o'zidan kichkina sinfdagi bolalar bilan janjallashib, ularni urib yuradi. Keyin darslarga qatnashmasdan kompyuter xonalarda, PlayStationlarda yuradi. Tarbiyasi bilan ikkalamiz yo'g'ing tarbiyasi bilan birga shug'ullanmasak, keyin kech bo'lishi mumkin. Bu ketishda bo'lsa, u hech qachon odam bo'lmaydi. Ichida odam bo'ladi-da. Shunaqa odam bo'ladiki, gap odam bo'lmasa, sizlarga o'xshagan o'qituvchi bo'ladi. Endi o'g'lim mana o'qishni bitirib, ishga kirding. Ha, Uy joy qilding. Xudoga shukr. Mana Xudoga shukr, ajoyib mashinang bor. Menga qara o'g'lim. Oilang bor. Katta yigit bo'lding. Mana endi o'g'lim ichishga, chekishga ruxsat beraman. Faqat me'yorida. Dada xafa bo'lmang-ku. 5 yil oldin ichishi, 4 yil oldin chekishi tashagandim-da. Assalomu alaykum. Abduvohid aka, yaxshimisiz? Sevinchxon, keling. Qandaysiz? Shunda sizmi Xitoyga yangi tovar olib kelishga ketyotgandim. Sizga bu narsa olib kelaymi? Bilasiz, ishxonadagi hammaga men Xitoydan tovar olib kelaman. Ha, xabarim bor. Olib kelgan tovarlar sifatlimi? Voy, nima deb tashyapsiz? Men olib kelayotgan tovarlar hammasi sifatli. Unda menga bitta tufli olib bering. Bo'ldi, necha razmer bo'lsin? Sevinch. Men o'zi 43 razmer tufli kiyaman. Lekin siz menga 41 razmer olib bering. Nega aynan 41? Qanday tushuntirsam ekan? Singlim. Xotinim o'zi bir ko'rimsiz. Lekin vaysagan. Miyani qatig'ini chiqarib yuboradi. Uni ustiga qaynonam bilan yashayman. Keyin ana u takasaltay o'g'illar ham ishlamaydi. Shunday bo'lgach, oqshomda uyga borganimda, shu tuflimni yechganimda yengil tortaman. Sevinchxon. Unda sizga Abduvohid aka 41 emas, 40 razmerli tufli olib kelaman. Chuqurroq yengil tortasiz. Bo'ldi. Men ham bilan ajrashaman.
Men siz bilan ajrashaman, siz men bilan emas. Farqi nimada? Ajrashamiz tamom. Yashamaymiz boshqa birga. Umuman yashamaymiz. Bo'ldi, narsalarni yig'ishtirda, ket uyingga. Ket. Men ketaman. Ket, Ketaman. yo'qolib ket, yo'qolib ket. Ketaman. Ko'rinma ko'zimga rapshe. Shoshma. Men ketamanmi men? Yo, adashdingiz. Men siz ketasiz. Bu uyda adam berganlar, tushundingiz? Bo'ldi. Narsalarimni yig'ishtirib ketaman. Hamma narsa o'zi. 4 ta paypog'ingiz bilan 2 ta shimingiz, yirtiq patingizdan boshqa hech narsangiz yo'q. Telpagimchi, kepkamchi, yo'q. baykamchi. Narsam ko'p meni, tushundingmi? Ajr, sendan zo'rini topaman. Hovla beradigandan topaman. Kvartiramish. O'zingni bos. Qiz bolaga uylanaman, tushundingizmi? Hop, o'zingni bos. Keling. Nega urchasan, ey? Hech kim bilmaydi, o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Aka. Ha, hop. Tuni kun pivoxona, restoran, kafe. Tuni kun yuradi. Yo'q, Ya, unaqa emas-ku, ukam. ya. Men bilaman-ku. Unaqaga o'xshamaydi-ku. Tunda pivoxona, kafe, restoran tunda yuradi. Yuradi, bu yuradi. Bu tuni kun pivoxona, kafe, restoran farqi yo'q. Yuradi. Yo'q, ukam. Bu dahshat bu. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Mana sizga aytyapman. Bironta bir restoranga yoki bir kafega borib bemalol o'tira olmay qoldim. Orqamdan topib keladi. Bilmayman, buni lokatsiya o'rnatganman menga. Yo'q, halovatim yo'q. Hammasiga bitta chiqadi. Oxirida choyxonaga ham kiryapti. Nega kulyapsiz? Bale! Men boshqacha tushunibman. Meni xotinim senikidan ham battar isqor. Yayrmaysan ukam. Menikidan battar bo'lsa, Puaro ekanda. Sovda qolmay. Ha uka. Men sizni qorovulchilikka qabul qilaman. Hasan Toyirov kimingiz bo'ladi? Pochcham. O'sha pochchangizning hurmati men sizni qorovulchilikka qabul qilyapman. Lekin bizning korxona nufuzli korxonalardan bittasi. Qo'riqlaydigan narsalar juda ko'p. Mas'uliyat bilan yondashish kerak. Kameralarni birma-bir tekshirib chiqishingiz kerak. Lekin bitta joyda tuni bilan qimirlamay o'tirishni o'zi bo'lmaydi. Boshliq tashvish chekmang. Men sizni uyaltirib qo'ymayman. O'rganib ketganman. Mana yaqinda 5 yil o'tirib chiqdim. O'g'irlik bilan. Bo'ldi, uyga boraylik, gaplashamiz. Bir qarorga kelamiz. Hozir telefonda hal qiladigan ish emas-ku bu. Bo'pti. Ha, Behroz, kelinmi deyman? Bu vaqtga bitta narsaga hayronman-da. Shu ikkalamizni er-xotinning fikri bir joydan chiqmaydi-da. Qachon qarasa ikki xil fikr. Shu adashganmanmi deymanda uylanganda. Uka, sen-ku hali yoshsan. Mana men 30 yil yashab bir marta kelinoying bilan fikrimiz bir joydan chiqqan. Qachon? Uyimiz yong'in ketgandi-ku. O'shanda kelinoying bilan bitta ishdan chiqib ketganmiz. Shu xolos. Sen bu narsalarga siqilib o'tirma uka. Soqqani qilish kerak xullas. Soqqani qilish kerak, ishlash kerak. Aytgancha Beruz. Avvalgi yil tushum yaxshi bo'ldi. Oylikdan tashqari. To'g'risini ayt. Nima qilding? Bo'pti. To'g'risini aytaman. Uy soldim. Poplabsan ukam. Rahmat. O'zingiz nima qildingiz? O'zim? To'g'risini aytaymi? Ayting. Mana. Qorin soldim. Amirov, qoringizni ko'rsatibsiz bugun. Qayerdan quyosh chiqdi? Kecha yo'q edingiz, tinchlikmi? Kecha meni it tishlab olgan. It? Keyinchi? Doktorga borsam, it quturgan ekan.
zudlik bilan davolanish kerak. Tezlashtirish kerak. Davolanyapman. Davolaning. Nima yozyapsiz? O'sha retseptmi, qanaqadir dori-darmonlar ro'yxatimi, qilish kerak bo'lgan ishlarmi? Nima bu? Men o'sha tuzalgunimcha ishlaydigan odamlarda ro'yxatini tuzyapman. Chakras. Hasan Toyirov. Ularni shunaqa tishlayman. Shunaqa qatiyman. Shoshmang. Ha, sizni familiyangizni yozmayman-ku. Men Palakat yozmayman. Palakat. Mana shunaqa paraxo'r boshliqlardan mana shunaqa yo'l bilan qutulish kerak. Endi qorasini ko'rsatmaydi. Boshqa qishga o'tib ketadi-yu. A. Hop! Hazilkash do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq, o'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob.